o'rikdan jem yoki konfityur deyiladi. 900 gram o'rikka yuvib tozalab, kechqurun 450 gram shakar qo'ydim ichiga, yarim limon suvini siqib soldim. Vanilin, bir osh qoshiq to'la vanilin soldim ichiga. Ertalabgacha turdi, mana suvi chiqdi. Endi buni 10 minut qaynatamiz. Ustidagi ko'pigini olib 10 minut qaynatamiz. o'n minut qaynagandan keyin blender bilan yaxshilab ezgandan keyin mana qaynab chiqdi. Endi men agar bilan qilmoqchiman bu safar. Agar yo'q bo'lsa 3 marta 10 minutdan qaynatib, sovutib 3 martada qilsa bo'ladi. Mana yarim choy qoshiq issiq jemga yarim choy qoshiq agardan qo'shdim. Yaxshilab aralashtirib buni qo'shamiz endi. Agarni qo'shdik. Endi 3 minut qaynatib, keyin bankalarga qo'yib yopamiz. Aytganimdek, agar yo'q bo'lsa 10 minut qaynatib, o'chirib, sovutib, yana 10 minut 2-3 marta takrorlanadi. Bankalarimiz tayyor. Endi bankalarimizga qo'yib, buni 5 kundan keyin yeyishga tayyor bo'ladi. O'rik jemimiz tayyor bo'ldi. Mana shunday quvonda. Bu sovigandan keyin yana ham qivomi quyuqlashadi. Yoqimli ishtaha.